Mana bunaqa yomg'irlarda, mana bunaqa chiroyli joylardan, qalin mahallaning ichidan arzon 9 sotiklik chekimizni ko'rsatib turganimdan juda ham xursandman. Assalomu alaykum. Alimov TV'ning podpischilari, yaxshi niyatda menga podpiskani bosgansizlar. Chiroyli joylardan, yaxshi uylar, cheklar chiqib qolsa, Xudo xolasa olamiz deb. Men sizlarga hozir juda ham bir chiroyli lokatsiyamizdan 9 sotiklik chekimizni ko'rsatyapman, aka-ukalar. Bu chekimizga kirishdan oldin aytib o'tayda, suvini aytay birinchi o'chirda. Mana bu yo'limiz tagidan suv o'tgan, ya'ni ichimlik suv o'tgan. Mana shundan bemalol uyingizga tortib olib kirib olsangiz bo'ladigan. Xo'p, uyimiz razmeri keladigan bo'lsak, mana shu darvozaning chekasidan boshlab, qo'shni duoli ko'rinib turibdi, qo'shni tomi. Ana shu joygacha sizning uyingiz bo'lib qoladi. Uyingiz fasad tarafi 20 metr. Xo'p, uyimizni chekimizni ichiga kirganimizdan keyin mana bu joyda mana setka tortilgan ko'rib turibsiz. Mana shu setkadan bu yog'i bo'lib qoladi. Eniga 20 metr. Ichkariga qarab 45 metrlik mana shu chekimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, arzon chiqyapti. Rostdan ham arzon chiqyapti. Bu mahallamizda suv, svet, Wi-Fi hamma yo'q bor. Bog'cha, maktablarga uncha uzoq bo'lmagan mana shu chekimiz sotuvga chiqyapti. Xo'p, anorlar ko'rib turibmiz. Chekni yarmini anorbog' qilib qo'ygan ekan. Tayyor anorbog', 4 burchak, tekis, adirli joylarda emas. Ko'pchiliklar tekis joylarda xohlayapsiz-ku. Tekis joylardan deganlarga mana shu tekis joydagi chekimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, xo'p, yarmini ko'rib o'tdik. Yarmida onor bog'i bor ekan va mana bu tarafiga keladigan bo'lsak, mana bu tarafida aka-ukalar gilos, shoptoli, o'rik, qolgan aralash mevalarimiz bor ekan. Hamma yo'g'i bor ekan. Tayyor mana shu chekimiz sotuvga chiqyapti. Xo'p, aka-ukalar, bu chekimiz adresiga keladigan bo'lsak, adresimiz Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Aravon rayonida bo'lib, Aravon rayonining Chekavod hammamiz bilamiz. Aravonni sentridan Chekovodga qarab tushib kelayotganimizda, Chekavod sentriga yetmasdan chap qo'lga kirgan mahallamiz bor, ya'ni To'lqin mahalla. Ana shu mahallaga kirib kelayotganimizda, gideta 1 kilometrcha kirib-kirmasimizdan chap qo'lda ostanovka keladi. Ana shu ostanovkaning yonidan kirgan ko'chamiz bo'lib qoladi. Ya'ni u ostanovkaning yonidan qayerga kiradi desanglar, To'lqin mahallaning glavniy ko'chasi bo'lsa, ana shuni parallelniy, ya'ni ikkinchi riyatida, orqa tarafidagi ko'chada bo'lib qoladi. Mana shu chekimiz arzon senalarda sotuvga chiqyapti. Dokumentlarida problemasi yo'q, o'rtada o'rtamchilar yo'q. Chekni egasi bilan qo'lingizni shunday baylashib, maza qilib, dogovorni qilib, o'zi bilan pramo gaplashib olaverasizlar. Akalar, bu chekni senasiga keladigan bo'lsak, bu chekni senasini eshitishdan oldin bittadan mana bu videoga like bosib, bizning kanalimizga podpiskani bosisham esingizlardan chiqmasin. Buni senasiga keladigan bo'lsak, narxini 1 sotigini ropparosa 650 ming so'mdan chiqaryapmiz. 650 ming so'mdan ozmos kami bor. Xohlovchilarga mana shu chekni to'liqligicha olinglar. Xohlovchilar mana shu chekni yarmini olsanglar ham bularning muhtojlik joyiga yetar ekan. Ana shu yarmini o'zlarida qolaveradigan mana shu chekimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, bu chekni senasini aytib o'tdim, juda ham arzon chiqyapti. Bilaman, yaxshi niyatda podpiska bosgansizlarda arzon yaxshi joylardan chek chiqsa olaman deb. Egasidan kamini ko'p so'ravorimiz, sababi o'zi arzon chiqyapti. 650 ming so'mdan ozmas kami bor. Egasining nomerini opisiyanida qoldiryapman. Ana shu nomerlarga telefon qilib, kam ko'zlarni gaplashib olamiz. Videoga yaxshi niyat qilib, bizga ham chiroyli joylardan yaxshi cheklar, yaxshi uylar nasib qilsin deb yozib ketishim esingizlardan chiqmasin. Rahmat, sog' bo'linglar.